asalni og'zi shirin, qalbimda seni yashirin, qilmagin irim sirim, ko'rganda ko'rishguncha. Asalni og'zi shirin, qalbimda seni yashirin, qilmagin irim sirim, ko'rganda ko'rishguncha. Ko'rishamizmi? Yo'q, ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Bir dasta gullar bilan, cho'ntakda pullar bilan, sevishgan dillar bilan, ko'rganda ko'rishguncha. Bir dasta gullar bilan, cho'ntakda pullar bilan, sevishgan dillar bilan, ko'rganda ko'rishguncha. Ko'rishamizmi? Yo'q. Ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Ey go'zal buncha aql, shu yoringga vafo qil, xiyonat yaxshimas bil, ko'rganda ko'rishguncha. Ey go'zal buncha aql, shu yoringga vafo qil, xiyonat yaxshimas bil, ko'rganda ko'rishguncha. Ko'rishamizmi? Yo'q, ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Ko'rganda ko'rishguncha, to'linay to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali g'uncha. Yoshligida salgal tushib ketgan qiz, tilginasa salgal botib ketgan qiz. Yoshligida salgal tushib ketgan qiz, tilginasa salgal botib ketgan qiz. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Shirin shirin so'zlaring jonim oladi meni, shirin shirin so'zlaring jonim oladi meni. O'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni, o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar. Darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar. Kulishlari chiroyli, yurishlari chiroyli, qurboningman nozlanib, qo'yishlaring chiroyli. Sevmayman deb ichingdan, sevishlaring chiroyli. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi biz ko'rgandek Kulishamiz nomli konsert dasturimizga uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz bizni aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, qadrdonlarimiz, ustozlarimiz hammalar xush kelsinlar. Sizlarni ko'rib turganimdan shunaqangi xursandman. Sizlar tasavvur qilishingiz uchun
hali 35 ga kirgan qizga birinchi soat kelsa qanaqa xursand bo'ladi? Hali talabalar stipendiya olganda qanaqa xursand bo'ladi? Maktabda 4-soat bo'lmasa siz qanday xursand bo'lasiz? Hali radar bor joyda parasanga bosib qo'ysangiz, u shtraf kelmasa qanday xursand bo'lasiz? Men ham bugun shu darajada xursandman. Bugun sahnaga chiqishimdan ham shu ayol qizlar o'ziga meni qanaqadir tortib shunaqa chiroyli bo'lib ketibsizlar. Men bilyapman, qimmat salonlarga borib, yasanib, to'yga keladigan kiyimlarni kiyib, rosa chiroyli bo'lib ketibsizlar. Zaharligingizni bildirmay turibdi. Shuni bilyapman. Men har kuni masdan chiroyli bo'lib yursanglar, bo'lmaydimi? Yo sizlar chiroyli kiyinib yurishinglar uchun men ora kunda konsert qo'yib turishim kerak. Sizlarga o'tganimda iloyim bo'lsin. Iloyim o'ylayotgan yursizlar, nimaga omad 200 kishilik zalda konsert beryapti ekan deb. Yo'q, men ham o'yladim. 500 kishilik, 800 kishilik zallarda o'yladim. Kimga o'ylab qarsam, menimcha qarindoshim yo'q. Menimcha sinfdoshim ham yo'q. Sekin hozir iloyim sizlarni ko'rib turibman, yuzinglardan nur chiqyapti. Hech qaysi biringlarga ko'z tegmasin. Hech qaysi biringlarni doktorga tushkunlik qilmasin iloyim. Ikkitasi pachaq chiqib ketib yotibgan doktorda bentlar ham aningga o'rib qiyshayapti, qolibdi, bittasidan so'rayapti. Nima bo'ldingiz desa, shu qaynarim mashina urib yubordi deb. Qayningizni mashina urib yuborgan siz nima qilyapsiz bu yerda desa, shu urib yuborgan mashinani balonini o'paman deb qo'yibman. Sekin o'ziga nima qildi desa, so'ramang, men so'rab qo'ydim, ayting endi desa, idealgina uyushmani xonimiz. Ashida birinchi ish kunim edi. Bu tepaga qarab avtobusi qurgan gilamlarni tashlab desam, tepada 2 marta avtobus ishlaydi ekan. Iroq hech qaysi bilan ko'z tegmasin, bittasi o'zi qo'lboqdan nafas yetishmay yotibgan. Yotibgan, o'rtoq ko'rgani ketdi. Do'stim, qanday inson eding, yotishingni qara. Kim qarayapti senga desa, hali kasal sevgi ko'rgarib ishlayapti ekan. Qo'rqma meni, nima bo'lyapti? Doktor qara, nima bo'lyapti? Doktor qara, nima bo'ldi? Yo'q, mana nima kerak sekin desa, qog'oz bilan ruchkani berib qo'ysa, kasalim sekin qog'oz bilan ruchkani olib, buni so'rab yozib ketib qoldi. Kalsa kelgan. Keyin u anaqadan doktor kelsa ayblashni boshladi. Sen o'ldirding o'rtog'imni. Tuppa-tuppa yotuvding yanimda. Sen o'ldirding. Qanaqaysanmi? Qanaqa doktorsanlar? O'qib mana bir narsalarni yozib ketdi desa, do'stim seni ko'rganimdan xursandman, kelganing yaxshi bo'ldi. Faqat shu havo kelayotgan shilankani bosib olding. Men ham asl uchun sinfdoshlarimga aytaman, o'rtoqlarimga aytaman. Men kasal bo'lsam kelishmayman. Bular ham pilbalanib chiqmagan jonni chiqarishadi baribir. Hozir mana bilyapsizlarmi? Bizni to'sh 5 daqiqamiz telefonsiz 10 million bo'lib qoldi. Ertalab turadi telefon, abaytda telefon, cho'chiyapti telefon, saktorga kelsa telefon. Xato bo'lmaylar, hojatxonada ham telefon bo'lib qoldi hozir. Ertalab turadi pilbalarni boshlaydi. Ha, desa, telefonim yo'q, mana bo'linda turibdi desa, voy, chinni qo'mi ketib qolyapti odamlar. Bitta o'rtog'im hali kun настроениyasi yo'q deb toldim-ya, desam, kelsa zaryadchiga ishxonada qolib ketgan ekan, telefonim zaryadga qalamda uyga tashlab qo'yib, uydagilar bilan gaplashib o'tirdim deydi. U qanday bo'ldi desa, men biram yaxshi odamlar ekan deydi. U tanam pensiya chiqdi deydi, opam erga beribmiz deydi. U zo'r nima kayfiyating yo'q desam, shu 3 kundan beri enam o'tmayapti, dara deyapti. Hozirgi ba'zi bir narsalar rasm uchun, video uchun, Instagram uchun bo'lib qoldi. Oldinlari maktabni bitirgan opalarimiz o'tirib testlardi, ustozlarimiz, "Varayib uchun o'tirishaydi bir-biringga, orqa partadagilar. Yozish o'rnidan qatnashish qizga. Men bu senlarga yozdim, senlar o'rgansin deyapman. Men hammasini bilaman bularni." derdi. Hozirgi ustozlarchi, "Bolalar telefoninglarni yig'ishtirib turinglar, bitta rasmga olib, ustoz kim o'ynaveramiz desa, ha, o'ynaverasiz. Bitta rasmga olib kelinglar, o'tiringlar, ha." Biroman, birinchi pardada o'tirib, qo'lingiz qashlamay o'tiring, rahbarlik ketadi bu rasm. Ha, o'tiringlar, chiroyli bo'ladi. Chiqib qoladi, ustoz bo'lmasa, bitta video xabar ham tashlab beramaydi deydi. Shu video xabarni olib, "Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana biz 10-sinf o'quvchilari jami 30 nafar bo'lib, ulardan 28 nafari darsga faol qatnashyapti. 2 nafari sababli yo'q" deydi. Sizlar hech sababli bo'lib turganmisizlar? Maktabda har safar sababli odamda 3 ta kasal bo'lardi. Yo aynan qo'l sinib qolgan bo'ladi. Yo uyda to'y bo'ladi, yo kimdir aniq umridan kelgan bo'ladi. Boshqa sabab yo'q edi. Maktab paytlarida boshidan oxirigacha eslatayman, u yerni ham eslatayman. Maktab paytlarida voy, biz paytda biz o'g'il bolalar alohida, qizlar alohida o'tirardik. Agar o'g'il bolalar bir-birimiz bilan o'ynashib, bitta-bitta oldiga borib o'tirib oladigan bo'lsak, bu yoqda orqa partada boshlanadi. Er xotin bo'lib qolganlar, er xotin ekan olamlar deyishlardi. Lekin hozir
Shuni orqada bilasizmi, sizga qop-qora metik tirdiq o'rtog'ingiz bo'lardi. Birinchi partada o'tirgan qizga xat yozib o'tiradi. U ham iprof qo'yib o'qiydi, yonga birinchi partaga o'tirib olardi. Baribir sizdan yerga tegib ketadi. Hozirgi ayollar mana opalar, sizlar qizlaringizga noto'g'ri zararcha beryapsizlar-da. Agar o'qishga kiranmasang energiya berib beraman deb. Ha, bu qizlar o'yinlar energiya demay chiqyapti u o'qishga kirib. Sizlar boshqacha deylar-da, agar o'qishga kirsang energiya beraman deylar-da, yana mashina o'tirgan hammamiz birinchi kurs bo'ladi-da mana oliy ta'limda. Orqa partada o'tirardik. O'rtog'im bilan orqa partada o'tirib, birinchida o'tirgan Jamilaga xat yozardik. Sardor plus Jamila. Bir-birimizga uzatardi, eslaysizlarmi bolalar? Ey, o Jamilaga berib bersin. Nima? O Jamilaga berib bersin. Ha, bu ber. Ali papam tayyordan olib o'tib. Hey, o Jamilaga berib bersin. Nima? O Jamilaga berib bersin, ular berdi. Bo'pti. Debani birinchi partada ustoz o'tiradi-yu, eslaysizlarmi? Ehtiyot bo'lish kerak-da, ba'zan gapiramiz. Hey, o Jamilaga berib ber. Nima? O Jamilaga berib ber. Nima deyapsan, ha? O Jamilaga berib ber. Jiyanim olib kelaman. Hey! Bu Jamilaga berib ber deyapman. Jin yo'qman. Qorong'ida Jamilaga berib ber deyapman. Mana o'qituvchi hech so'kib o'stiring sug'urib olaman. Men sizga ichkariga tiqib qo'yaman. Bo'yoqda, partalarda deb chiqadi. Lekin oldinlari kattalar gapirgan gaplar, lekin hozirga kelib rostmikan deyman-da. Maktabda rostdan ham sinfdoshimizga uylanmaganmiz. To'g'ri, sinfdoshlar sevganlar bormi ichimizda? Bari eshitdinglarmi? So'rayman. Bor, sinfdoshlar bir-biri bilan uylanib, bola-chaqa qilish bor, lekin ular ham afsuslanib o'tirib qoldi. Chunki sinfdosh bilan turmush qurishlik bu o'qimagan kitobingizni boshqatdan o'qishlik bilan bir xilda. Sinfdoshlar hech qachon birga bo'la olmaydi. Men bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Ashi paytda bilasizlarmi, sinfdoshinglar bilan gaplashganinglarda ular qanaqadir bir chiroyli edi. Siz nega edingiz o'g'illarga aytyapman. Lekin hozir bunday qarasangiz, siz qanaqadir chiroylisizda, bu topyapsiz. Lekin u qiz hozir qorayib ketgan, semirib ishib ketgan, qaramaysizlar ham. Vaziyatdan foydalanib bugungi mana konsert dasturimizni Komilov guruh jamoasi syomka qilyapti. Shu kamera meni hozir Dostonaga hozir syomka qilyapti. Shu kameraga hammani oldida bir vaziyatdan foydalanib bir gap aytib qo'ymoqchiman. Hurmatli, men oldin gaplashib tashab ketgan qizlarim, agar meni ko'rib turgan bo'lsanglar, agar mendan o'ch olaman, qasos olaman deb yurgan bo'lsanglar, endi nima deb qo'yinglar, sabab men yaqinda umashtirildim. Bo'lajak xotinim hammanglarni qazosinglar bo'lyapti. Ta'minlab qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat. Endi hammada bo'ladi-yu, to'ydan oldin hali biz ham keling endi gaplashib olaylik deb chaqirdimda, keldi. Endi eshiting, men qiz bola zotini uzoq vaqt davomida sizlayapman. Keling endi sizni sizmas, sen desam, xafa bo'lmaysizmi desam, zo'r gap gapiring. Nima xafa bo'laman dedi. Bu siz o'g'il bola, qiz bolani sevlashligi yo sizlashligi hurmat yuzasidan bo'ladi dedi. Xohlasang sevlasang sevlaver deydi. Yana to'lig'ini eshiting dedim. Agar men kirganimda do'ppil boshim ustida bo'lsa, demak hozir kayfiyat chatar. To'g'ri kelib dam olavering. Agar rahmat, yaxshimisizlar, o'tirsizlarmi? Agar do'ppil boshim orqasida bo'lsa, demak kayfiyat zo'r. Ochil dasturxon. Nima tilasangiz bo'ladi desam, unda siz meni eshiting dedi. Agar kirganingizda ikkala qo'lim benimda turgan bo'lsa, menga do'ppingiz qayerda turganligi muhim emas deydi. Qizlar bilan gaplashadigan bolalar bor ichimizda. Aytaveringlar, uydagilarning bu, men hammalar taniyapman. Sizlar shuni bilinglar, har doim sizlar qizinglarni ikkinchi yigiti bo'lasizlar. Hozir qo'ldan beraman, so'kmayman, hozir qo'ldan beraman. Lenin maydonda o'tirdik. Telefonim chiqib qoldi. Sarayam qilmaganman, lekin bilyapman kimligini. Oldida olishga ijozat. Shuni qizim telefonni oldida, "Alo" dedi. "Assalomu alaykum, Ovodbek ham bir bitga bugunmi?" dedi. "Ne" dedi, "Menga qara" dedi. "Ikkinchi meni yigitimga telefon qilmagan bo'ptimi?" dedi. "Voy, qanaqasiga men seni ikkinchi yigiting bo'laman? Qanaqasiga?" U qizlarimiz ham ajoyib gaplar boshqa qilmasdanmi? Hali mana o'g'il bola bilan qiz bola bir uzoq vaqt davomida gaplashib, keyin urushib qolgandan keyin hech qachon o'g'il bola o'rtoqlarning oldiga kelib, "O'zi olov qiz bo'lmayapti" dedi. To'g'ri kelmayapti. Dadam unga uylanmayman deya demaydi. Lekin qiz bola o'rtoqlarning oldiga kelib, "O'zi to'g'ri kelmayapti" dedi menga. "Mosmasi, dadam ham deyman" dedi unga deydi. O'zi kechalari 12 bir-biriga SMS yozib stikerlar bilan siz menga dunyo qorong'i desa bittasi
Ey bizni baxtimizni ko'rolmaganlar eng baxtli kunlarimizni guvohi bo'lsinlar deb hali Telegramda bilasizlarmi? Yangi funksiya qo'shilgan-ku, bas yozibda. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin, bunday sevgi olamda yo'q. Degan qo'shiqlarni qilib qo'yishadi. Ramlar aka biletingiz pulni qilib beraman, xotirami? Televizor berib baqiryapsiz, turibman. Cho'ngan qimmatdan sotmadi. Bu nima? Birgalikda meni tayyorlab, o'zi bilan ko'magini berib, shu yergacha olib kelgan bir ustozim bor. Bugun bir o'zim emasman. Shu ustozimni ham hammalarni bir chiroyli olqishlar ostida bir sahnaga chaqirsam oldimga Dostonbek Akbar. Meni chiqquncha, meni ustozim juda ajoyibda. Bir kun davalaga siyapingiz beraman. Bir kun to'yga bordik, hech sizlar ham ustozinglardan xafa bo'lganmisizlar? To'yga birinchi borishim. Iskandarga siz yozib berasiz qo'shiqlarni. Eng boshlagan qo'shiqlarni aytdim, rasm qo'shiq aytib kelyapti-da. To'yga borsam shunday abadiy edi. Uyning ichidan chiqyapsizlar. Ustoz, meni bir o'rtalarda to'y, birovni to'yi. Men bitta ikkita aytib beraman, o'rtalarda desam, "Azlashasiz, birovni to'yi bo'lyapti mayli" dedi. Ha, bo'pti-da, endi birov to'y ekanda dedim. Videoga olaman, kelmayapti, turib olganman. Keyin bitta opa keldi Farg'onadan, qo'shiq aytyapti. Qo'shiq aytyapti, Doston ekan boshlovchi. Sekin-sekin boshlovchilik qilib turib, qo'shiqni duet qilib aytyapti oldiga o'tib. Sekin duetni boshladi. Keyin bir ikkita ammalarini chaqirib bo'lgandan keyin mikrofonni olib, Doston ekan o'zi qo'shiq aytyapti. Biroq go'yla-poyla bo'lsa, "Men to'g'ri qildim, kelingizlar." Aytaman deymmi? Dostonbek Akbar. Milyonlar içinde topkanım, milyonlar teşigim yokkanım. Bir tekrar sen şunçeler güzel, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Milyonlar içinde hoşsan, munchar ham samimiy va yaxshisan. Betakrar sen shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Sog'inib kechalar bedor bo'lib, tun meni sog'inib nechalar. Azobda qoldirdim seni, ko'z yoshing sababin men o'zim. Dilingni ranjitgan men o'zim. Azorlar berdim tan onaman, pishoningda seni ko'ming onaman. Betakrar sen shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Sen uchun go'zalim, bag'ishlayim bu kuylarim sen uchun. Betakrar sen shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Sog'inib kechalar bedor bo'lib, keng meni sog'inib nechalar. Azobda qoldirdim seni, ko'z yoshing sababi men o'zim. Dilingni ranjitgan men o'zim. Eziyle kasaj olur. Onlardan nasıl verdiğini mahvocat ettiniz. Bugün Nodir Apan bilen tuğ edişetiniz.
Rahmat, sağ bo'linglar. Avvaldan assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar, hamisha hamdavaqt bo'linglar. To'g'ringlar, to'kilmanglar, xatoringlardan hech qachon so'raginglar. Bugun shogirdimiz, ukamiz Omadbek Yakkixon stenda ochiq mikrofoni. Birinchi bo'lib so'radilar. Usta, nima qiling, qanaqa qilingda? O'zimizni asakala qiling. Avval o'zimizni asakaligini kuldira olasiz. Ana undan keyin sekin-sekin jadallashib ketaveramiz. Bular sizni kuldiryaptimi? Kulyapsizlarmi? So'radi, mabodo ustoz dedi, shu hazillar orada o'sha gapirsam kulmasa nima qilaylik dedi. Bitta tovuqni baqira olasiz dedim, keyin odam hammasini xitirlab chiqasiz dedi. Hech bo'lmaganda pulga kulib chiqish kerak dedi. Shuning uchun tabiiyatdan ko'tarib, men bugun hazil qilmayman, bugun men hazil qilsam bergansiz deb bo'ladi. Shuning uchun faqat sizlarga qo'shiladi beraman hali. Zo'r qo'shiqlarimiz bor. Hammasidan beraman. Sizlar faqat kulib, xursand bo'lib haligi o'singlardan bor. Maza qilayotgan odamga yasab berib tursangiz bo'ldi. Marhamat. Dilroz xastalarimiz, chiroyli qo'shiqlar. So'zlar biladiganlar, Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qotdi. Xayolida bir nimalar rashqotida yondiribotdi. Sevarmushman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmushman yallov qilib, jonimdan to'ydiribotdi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Yomon botdi, mendan ko'p gumon qotdi. Shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayronman qattan oboddi. Yondiribotdi, ko'ydiribotdi, yo o'zicha suydiribotdi. Tergay berib, jonimdan to'ydiribotdi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. endi mana siz o'zinglarga odiylar, qo'llar, harakatlar boshlar. Endi turib masa qilib o'ynaymiz. Yuragida o'ti bor, o'sha tuzi bor. Hamma darimizdan Kel ko'ksingga bosh qo'yib, hidla bolayin to'yib. Ya sen kel ya men boray, canım hamma ishimni qo'yib. Hay canım meni sevadi, canım meni. Hayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da meni. Hay canım meni sevadi, canım meni. Hayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da meni.
Kel qashlari yayligim, o'zimni chirayligim. Men seni har ko'rganda tugaydi so'z boyligim. Senga sabr qilishdan, sog'inib talpinishdan, yutqazaman o'ynasam kim ko'p sog'intirishdan. Axir hay jonim mani, sevadi jonim mani, xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Axir hay jonim mani, sevadi jonim mani, xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Qo'shiqlar bo'ldi oxim, sevganimmi gunohim. Jonim mendan boshqaga nasib qilmak ilohim. Axir hay jonim mani, sevadi jonim mani, xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Axir hay jonim mani, sevadi jonim mani, xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Afera bo'lsin ana. Era meni ham bo'lardi ekan. 10-20 bor deb o'tirib chiqinglar. Ana, chiroyli qo'shiqlarni davom etamiz. Galsin, galsin. Sochlarini ko'rsatmadi ro'mollar taqib. Derdim suvga aytsam ketdi oqib. Ko'chalarga suv sepadi o'tganimda, olmayapti xatlarimni tutganimda, meni tashlab ketma seni kutganimda. Gelsa gelsin, yarım gelsin, alma terip biraydi canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işve bilen nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma terip biraydi canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işve bilen nazlanıp gülüm gelsin. Qochma mendan yetib olaman, tutib olsam kuchib olaman. Arhi bo'lib kuchib borib biz gaplaringdan chatib olaman. Ulashdilar gaplarimiz, tutashdilar qalblarimiz. Kelsang edi bag'ringga bir bossang edi yor, chudashardi lablarimiz. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma terip biraydin canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işve bilen nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma terip biraydin canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işve bilen nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma terip biraydin canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işve bilen nazlanıp gülüm gelsin.
Gelse gelsin, yarım gelsin. Alma verip vereydim canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin. İşve bilen nazlanıp gülüm gelsin. Sağ ol ya ha. Na, o'ziga kasachi bo'ldi. Ana. Raqsida tanovvul raqslansa belgilari berdi. Sağ ol bo'yiga. Rahmat. Omonbek. Agarga alohida gapiraychi, bevaqt deydi. Men gapirsam faqat sizga ish qoladi. Omonbek so'radi. Usta, hastalar bir qator ko'p bering dedi. Qanaqa shartda yaxshimikin, qolaver, kularmikin dedi. Promeo qilib o'sib o'tiroq. Ana aytingchi, hazırlar dedim. Har ehtimoliga qarshimga dedim. 5 ta odam keladi desam 200 ta 150 dedim. 200 ta 2000 so'mdan hech qancha pul bo'lmaydi dedim. Stollarga qo'yib yuboring dedim. Hali tamam qurib ketganmanmi dedi. Yo'q, ketganman. Uni qo'maslik uchun suv ichib turar dedi. Omma bilan ustada qara kiyib olaylik dedi. Qay kiyim farqi yo'q. Men o'zim kastim shumolaman, siz o'zingiz kastim shumoling desam, bitta bo'lsa ekanamiz ham bitta magazinda bir xil rangli kostyum shimshab turibmiz ekan. Men buni oldim, siz olmay dedim. Siz yo'qsa olaveraylik, ikkinchi bir xil kiyim, tadbirlar, to'y-mo'ylarga boramiz. Yaxshi kun bo'lsa konsertda mendan birinchi chiqasiz. Qaytib kelib ketganingizda men chiqsam, ustoz shogird bilan bilet kunlarini sota olmasa, ikkalasi bitta kostyum ichgan turasiz. Hozir agar so'rash qildingiz, o'ynayotgan odamga san'atkorga olg'ish motivatsiya esa raqqosalarga, qanaqa to'yda o'ynaydigan, janglar yuragida o'tib pul qistirsiz demak men zo'r o'ynayman deydi. Hozir izlab endi zo'r o'shab turdim. Pulga chiqgan nima? Bundan shiyetda hayotiga bo'lgan yerda roza aqllar. İzlab zo'r o'shab turishlar azmanda. Kechikkan bo'lyapti, zo'r bo'lyapti dedi. Azadbek izlanmamizda eng katta ukamiz, qadrdonimiz. Ana shu bola bizga yaxshilik qilmasa, biz oilamizga pul olib keta olmaymiz. Azadbek shunday mazur. Hali davlatlar pul beradiganlar hamma bilinsoz deyib, yo'q. Ular chista mehnatkashlar. Ashda borib pulni shunga olib kelmasa, bizga pul yo'q. Oxirida rahmat sog' bo'la deymiz. Dadam olib kelsa, bu yerda keyin to'ylamaslik degan biz bilan. Bugün zaten yine hayatı kastıran doymalı diken. An keşmançı da keşmandan mazdarısı keşman siyanlara kim bilen ne diken. Ha mazdarı tükegenden keyin çıksın sancara kim bilen o. Selam sağ olasın diyorum sağ olasın havası. Zaten kendi gittiyse halk kasası be. Geri. Mana zaten. An gözü aman dedi göster. Sağ olun. Tatlı boyda yani. Böyle dünyaya çıkacağınız bütün askerlerle turib boyda. Sağ bo'ylar. Endi qaranglar. Shu qo'shiqlar deyapti, zo'r ketyapti, lekin bitta qo'shiq meni bir tomondan asabimni buzib, shunaqa tinchlantirib qo'ydi. Qo'shig'ida shunaqa mazali ekan qo'shiq. Eshitsangiz asabingiz buzilar ekan. Tushunmaydi, lekin yaxshilab eshitsangiz, u qo'shiqning mazasi bor ekan. Yuragingiz o't qilib yoqvordim. Cho'ntagidagi pullaringiz oldi. Ajab bo'lsin degan. Bog'don aka sportlarga boshlaydi. Keling aka, keling. Asta bo'lsin. Ishlayapti-ku. Eylar. Assalomu alaykum. Maza qilib telib o'tiribsizmi? Biza kelyapti. Aka ana shu qo'shiqni nima uni artist razg'or qorish. Bittasi qo'shib eshitaylik. Assalomu alaykum. Ko'zlaringiz yoshlarga to'ldirib, bahoringiz kuzdayin so'ldirib, qo'ydima tiriklay o'ldirib, ajab bo'lsin, ajab bo'lsin. Yuragingiz o't qilib yoqvordim, olovdan o'q qilib otvordim. Aldashni ishanolding yorvordim. Ajab bo'lsin, ajab bo'lsin. Ajab bo'lsin,
sizga buyam kam ajab bo'lsin. Alam qilsin, alam yana alam qilsin. Ajab bo'lsin, sizga buyam kam ajab bo'lsin. Alam qilsin, alam yana alam qilsin. O'zizcha osmonsiz bir balo, bilvoling men sizdan ming a'lo. Alamon boshqasini topdimo, alam qilsin, alam qilsin. Chidadim yo'qizga, borizga, kuy bo'lib chalindim torizga. Endi hech bormayman yoningizga, alam qilsin, alam qilsin. Ajab bo'lsin, sizga buyam kam ajab bo'lsin. Alam qilsin, alam yana alam qilsin. Ajab bo'lsin, sizga buyam kam ajab bo'lsin. Alam qilsin, alam yana alam qilsin. Bu qo'shiqlarga odamlar emas, shifogarda kirdik. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat. Ana endi bugun kechamizni asl qirol va qirolichalar o'tirishlik bor endi. Asosiy konsert bergan sababchisi Omad ukamizga omad tilaymiz. Omadi o'zi bilan bo'lsin ya. Omadi juda ham zo'r inson. Agar omadi bo'lmaganda mana shu konsertda sizlar o'tirmagan bo'lardinglar. Sizlar sabr qilib yetmini kursi bo'lsa ham gulaman madaniy hordiq olaman deb o'tirmagan bo'lardinglar. Shuning uchun sizlarga rahmat. O'zinglar qatnashib olaylik. Ana endi Ramazonga Omadbek Shakirovni davlatga bo'lamiz. Keling, Biz chiqib o'tiribman-ku. Hozir shaypan bitta Tamam, güzel atlaslar. Yani köpeğe çıkmamızı. Bazen oyun olduğunda şuna kadar ballarımızı oynatacağız yani çocuk yıllatacağız yani şey o bizi konsept dasturumuzga uzun qadrdonlarim, akalarim kelgan ular bilan sadada tanishtirib surishtirmayman. Bu zaman deselar. Ajalarimiz kelgan bugungi konsept dasturumuzga o'z ovozimizga keladi. Farqomaganimiz kelgan. Bo'lgan aka, xush kelibsiz. Farqomagan tasanno. Tanisizlar? Aka bir tasannoda piyalar bo'lsa ham ketadi demasmi? Hozircha rahmat. Muxlislarimiz aka, qo'shiq zo'r chiqdi. Chiqsa ham zo'r chiqdi. Sanjarbek Tursunov. Aka qayga to'yga borsak bilan doim urush bo'ladi. Nimaga aka? Biz borgan to'ylarda urush bo'laveradi. İskender, bakam xush kelibsiz. Meni qo'shiq aytishimga sababchi bo'layotgan inson. Aybdor. Sizlar qo'shiq aytishayotganinglarga sababchi bo'layotgan aybdor. Opa xush kelibsiz, Nodir opa xush kelibsizlar. Akam hiç ko'rganmisizlar to'yda san'atkor olib doirachiga pul qistirishayotganini bir kun men guvohi bo'ldim. Ha, bu akani deb bo'ldi. Aka xush kelibsizlar. Turon ta'lim o'quv markazini asoschisi. Dunyoni poytaxtligi asakaligini hozirgacha isbotlab kelayotgan akamiz. Aka xush kelibsiz. Tanadilari Dilam Chaykaman. Universitet ustalar. Aka Mashit ko'ryapsiz, remont qilish kerak mashit. Qaranglar, o'yinlar cho'kib qoldi. Nesti? Remont qo'ydik, hozir o'sganlarga ana shu sababchi bo'lgan deyapsiz, qo'shilasiz.
Men ham bir Moğoliston armiya qo'shig'ini siyatlar yozdi. Endi bu konsert turibdi, men ham konsert qo'ylaringni deyapti. Juda omadli. Keyingi safarlar bilan Mr. Burger. Aka to'liq tayyor chiqib, Murzotxonga yengil. Shefdan sizlarga kechirasiz. Akamiz Asaka taksi. Taksi degani nogiradni uyga olib chiqishsiz. Rahmat katta. Shu degan insonlar meni yenggan insonlarni bo'laman. Sabab men uchun kelishgan. Hozir hamma o'ylayotgan nimaga bu yerda sovg'alar turibdi, nimaga bu yerda homiylarni aytib turibdi. Erta kundan aytib berishga turib boshlanadi. Instagramga borlar, tezda shu sahifalarga obuna bo'lsam bitta ish bor. Lekin hozir biz sizlar bilan bilasizlar, meni sevib qolsaydik degan qo'shiqqa bir cover qilganmiz. Homiylarimizni nomlarini qo'yib chiroyli qilib cover qilganmiz. Hozir sizlarga shuni bir taqdim etmoqchiman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, jonli. Iskandar aka, jonli. Bir ko'ringchi, to'yga olib chiqamizlar bo'ldi. Sen churonda o'qib birdan olam olsayding, sen churonda o'qib birdan olam olsayding, ko'chada ko'yatlardan meni sen olsayding, Instagramda ko'yatlardan meni sen olsayding. Sana tutma okumazsan, tırnağı olmazsan. Sana tutma okumazsan, tırnağı olmazsan. Ömrün yoktu gitmezsen, beni olsaydın. Ömrün yoktu gitmezsen, beni olsaydın. Çeksiz ideal kılmadın. Gidem yürüyüş tutmadı. Çeksiz. Arkadaşlar ne çalıyorsunuz? Çıkıp gidiyorsunuz. Bu kanca derler. İsmine. Açın ne söyleyeyim. Aşağıda bu polisi bir de bu tonu ne? Senin de var. Çeksiz ideal tutmadı. Yine şu an ne yapsın ben ya? Ne doğraydı yapma. Siz şu an ne yapsın? Gittik. Çeksiz. Siz canlıydı, siz imkanı. Toyuz köpeğe, toyuz köpeğe. Gittik. Çeksiz ideal hırmatı. Cihan yürüyüş. Bak oğlum. Çeksiz ideal hırmatı. Cihan yürüyüş hırmatı. Çeksiz ideal hırmatı. Hamilerim durmadı, beni sevip kalsaydı. Hamilerim durmadı, beni sevip kalsaydı. Çiğlere çıraylı, sahtını tutçulaylı. Çiğ tutçulaylı. Yolun sultanına beni sevip kalsaydı. Sultana da yıkmazsa, kafesi de yıkmazsa. Sultana da yıkmazsa, kafesi de yıkmazsa. Sen çizde yıkmazsan, yeter seni korhakkı. Sen çizde yıkmazsan, yeter seni korhakkı. Tekno elitga borib, larettolarga borib. Tekno elitga borib, larettolarga borib. Maishiy texnika borib, meni sevib qolsaydi. Sarkorlarini olib, meni sevib qolsaydi. Albatta aka, to'ppa to'la. Kim omad beryapti? Ketasimi demayapti. Xo'p. Jonli aytib, qo'shiqlar Endi xudo xolasa keyingi safar yana ham ko'paytiramiz sostavni. Hozir biz Tennis aka to'ylarga chiqishda endi ustozlarimiz bilan boshlayapmiz. Hech oldin to'yga chiqmaganman-da men. Hozir mana hobiyimiz Ilola texnodarasdan sovg'a bor. Ana sovg'a beraman topganga. Ko'proq san'atkorlarimiz o'tirib topsa kerak. Eng qiyini to'yda kimga bo'ladi mana savol. Eng qiyini kimga? To'yda. Yuvujiga. Bitta kim? 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 Yuvujiga yo'q. Tinchimi? Hofizga yo'q. Eng mazasi hofizga.
Dishuvga keyin aytib beraman nimaga? Kimga? Yo'q, o'zim aytib olaymi? Eng qiyini bu pul teradiganga bo'ladi. Doston aka aytdi-ku, pul teradiganga. Sababini aytaymi, u bechora o'zi qancha qism berishadi bilmadim, u mashinada o'ynab turgan payti, Rasulullohga cho'kkan paytalik bir chekada mayda turadi, qarz so'rayotgan, hali kreditga pul to'layotgan odam yo'qsa mayda bir chekada turadi. U odam ham o'ynab mashincha pul pulni shuni kerak yo'lda olib borib tashlaveradi. Hop bizdan gap eshitib yuradi bechora. U ham mana haligi mabodo zo'r tushun bo'layotganda mayda gangirab choy bo'yicha ketgan bo'lsa, qanoq, chaqringlar to'g'rimi? Eng qiyini keyin boshlovchi keldi, kim aytdi? Bir narsani boshlovchi gap qiyin, lekin bu darajada emas. Sababi boshlovchi bilasizlarmi? Psixolog bo'lmasa to'yda boshlovchi bo'lamaydi. Bir kun to'yda hazikanlar boshlovchi bo'lib ko'rdimda, voy, ichi olib kelib, odamlar Qur'on tagiga menga bering albatta deydi. Kim u? Da, o kim? U akani yo pulini berayanga deydi. Tushunmasam keling pulini berang dedi. Pulingiz menga qiziqmas. Kim u? U akani hozir harfdan-harf yozdirsam ham to'y tugaydi-da. Boshlovchilik juda ham qiyin. Artistlarga barcha qiyin. Hozir aytdilar. To'yda bilasizlarmi? Nodir aka hech e'tibor berganmisiz? Umuman o'yinga tushishni bilmaydigan odam, o'ynashdan naligini bilmaydigan odam sahnani o'rtasiga chiqib qo'shiqdan boshlab yuraveradi. Umuman o'ynamaydi, qo'shiqdan boshlab yuraveradi. Unga bog'im bormi, tulpor umuman qizig'i yo'q-da. Keyin o'tgan safar konsertimizda bir o'zim qo'limdan keladigan narsani bir aytib bermoqchi bo'ldim, lekin oxiriga yetib oldim. Bayonim barisi birdan bo'laversa boshlayman. Bo'laveradimi? Boshqatdan bo'lmasa, Bahriddin Bahodir bilan Bodil Baxtiyor 5 bolali bog'lar bilan Buvaydagi borishdi. Bahodirning bobosinikiga borishsa, Bahodirning bobosi Buvaydada bog' bo'lib, boylardan bo'lib bir bog'i bor ekanda, bog'ida bodomlar, betasi, bedanasi 5 ta buqasi ham bor ekan, bo'rtog'iga boqilayotgan. Bular borishganda bo'rtog'iga boqilayotgan buqalardan bittasi bo'shalib boshqa ketgan, balo bo'layotgan ekan. Boyagi 5 bolali bog'lar bor-ku. Bo'ladigan bolalarda buqani bosishgan, bosib baylashgan, boldiridan, bedidan, bo'ynidan, burnidan, buqa bo'lgan qilsa burnidan ham baylaydi, bilasizmi? Bir bog'dan beraniya berishib, baliqchiga borishganda bo'lmasa bo'ylada ham bormadi. Birinchi borishlari bo'lganda Bahrom bilan Bahodir botloqqa botgan. Biri bo'ynigacha botgan, biri beligacha botgan. Bo'lmasa boshdan birinchilikka birazdaga borishganda biz bilamiz-ku, bularga ham Bahodirning bobosi bor degan. Bahodirning bobosi bilsa, bizga ham bilasizlar-ku. Bular Brazdagi bo'lmagan 5 bolali bolalar bor-ku, Brazdagi bo'lmagan 5 bolali bolalar. Bo'stonli bolalar bilan birga Beshariqqa borishib, bitta Bartovoga baqlajon bilan Bolgarskiyni bosib, Bartovoga bozorga borishgan. Bartovoga bozorga borishsa, baqlajon bilan Bolgarskiyni bekatda beryapti ekan. Bekatga beryapti ekan. Bartovoga bo'shatishga bozordagi babular bervoraylik. Bozordagi babular puli bir baklashga birashga bilmasdan, bug'doyni pichidan yana bo'ladi. Bundan yana piragi bo'ladi. Biz bilamiz-ku. Bartovoyni bo'shatishib, bunaqasiga balqash bilan, uyga bilan, Buxoro bilan Beshariqqa borsa bo'ladi, bankrot bo'lganda bari Beshariqda bo'lgan ekan. Bilmasa ham momentda Bartovoychi borib Beshariqda bo'lganda, bularni bankrot bo'lganda bari Beshariqda bildirib bo'lgan ekan. Bo'laveradimi? Bo'ldi. Endi nimaga aytmayapman? Faqat erta xo'p. Qarab turinglar, menga o'zi bir obzor qilishni biladigan, gapirish nimaligini biladigan, o'zida talanti bor bir 5 ta bola chiqsan bir sog'ib yutib zo'r sog'inadi. 5 ta obzor qilinadi. Tanlaymizki 5 ta bormi chiqing? Chiqing mana, bitta qizimiz chiqyapti. Xo'p, bormi yana talabgorlar? Meni o'zimni ham o'ylab qo'ymang, keyin chiqib. Keling, teshikni topishingda, bormi yana obzor qilgan zo'rlari bir reklama qilamiz bular chiqib. Turda yo'q, turadi, China qarab turadi. Bormi? Keling, men ham ketib oling. Gapirib berasiz, to'xtang. Bitta homiyni gapirtiraman hozir, qarab turing. Xo'p. Siz gapirasiz. Xo'p, ideal gilam mush fabrikasi bor chiqib sahnaga. Hazlashdan hali hech unashtirib qo'ygani yo'q. Hali boy yoshman, men hali. Keling. Xo'p. Mikrofonni bilan olsang bo'ladimi yo apskaga boshimga keladi. Kelinglar, beringlar, yoqib chiroyli qilib Asadbek qo'lib o'pib netib mikrofonni hazillashyapti. Xo'p, ideal gilam mush fabrikasi bor. Gilam yurib yuribdi. Xo'p, bitta maqtavini chekandi fabrikasini ketdi. Sanoqli 1, 2, 3 boshladi.
ayollar ha deb jonni qiynamasdan, o'zinglarni qiynamasdan, yerga gilangiz solib, qiynalib, ishqilib o'tirmasdan mana shu ideallarni bersanglar, joninglar rohati bo'ladi. Qiynatsa osongina uylarga olib kelib ham beradi. Wow, ko'p deyapsiz. To'ylang bilanlaringni bedaysenlar deganday qilib. Xo'p, sizga idealliklarni uyushfat egasini maqtaganingiz uchun Inoli texnologiyamizdan bitta tifat beraman. Bo'ladimi? Men uni iloji yo'q edi. Oma aytmay. Kelib qarab o'tiribman. Aka, ha, qarab o'tir. Qasmi? Azashibman. Men mikrofon berib o'ynadim bolaga. Yana sizlar 5 minut o'zing bir o'rganib osib qo'yadi. Xo'p, yana rahmat. Kim qarsa cho'gan qo'llaringlar, bo'ldilar bilan didorga o'shirish kerak. Yaxshimisiz? Salom zotni yaxshisizmi? Xo'p. Shon avtomaktab bor. Turonda o'qiysizsiz, men taniyman sizni. Yo'q, Shon avtomaktab bor. Andijonda. Iniyazli yotoqxonasida. Shu yerda Shon avtomaktabda rahbar o'tiribdi. Ha, Iniyazli yotoqxonasida ketdi. Maqtedis Iniyazli yotoqxonasida avtomaktab bor. 14 kunlik qayta tayyorlaydi. Imtihonga kirib yetirishganlar tayyor bo'ldi. 1 2 3 boshladi. Avtomaktabda 14 kunlik Men taniyman bularni. avtomaktabda 14 kunlik yotoqxonada Yotoqxonada mashina ishga o'rgatishyapkan. Keling, keling. Moshinaga ish o'rgatsa bo'ladi. Moshinaga guvohnoma beradi. Guvohnoma yangi pasport beradi. 410 ming to'lovsiz. Hop, turib, hop, ketdik. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hozir Shon avtomaktab gaplashamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab hech qanday bunaqa avtomaktab yo'q. Sababi bu avtomaktabda atigi 14 kunda sizga daromada eng yuqori ball olishga yordam beradi. Ya'ni siz mana shu avtomaktabga bo'lgandan keyin har bir savollarga to'g'ri va aniq javob bera olasiz va hech qanday abadiy o'tmaysiz. Demak, sababi mana shu avtomaktabda sizlar ham abadiy, ham nazariy o'qisizlar va o'zimni aytaman. To'g'ridan Shonda ishlamaysizmi? Ha, gapiravering. Va mana shu avtomaktabda o'qiganlardan keyin mana shu avariya bo'ladigan holatlarni sizlar oldindan sezasiz. Nimaga deysizlar? Bu joyda sizlar kompyuterda yo'qilasizlar va o'zingizlar hattoki kompyuter miyatib turib, o'zingizlarda haqiqiy avtomaktabda telefon o'rgatishyapkan. Kompyuter yo'qgacha kompyuterda redrolar bilan binalarni o'rganadi. Ya'ni mana shu sizlar avtomobilni o'rganadigan bo'lsa, ya'ni shu avtomobilni A, B, C, D, Y va hattoki hali chiqmagan prava ham bemalol qo'lga keltirasiz. Bitta qarsangilar ekanmiz yana. Sog'lik. Ha, bo'lmasa yana ketaveramiz. A, B, C, D, Y, ni to'qson ketdik. Hammangizni turar ta'lim markazida kelib bo'lamiz. Bu o'quv markazi oliy tillar, aniq fanlar va kimyo, biologiya, matematikalar o'rganishsin. Tegma. To'xtatinglar. Hozir buyoq o'zi to'roq ishlaydi. Shon avtomaktabda razm avtobus direktori. Sen bunaqa deganman. Rahmatchisiga ko'z qistingizga qo'rqmaydi. Rahmatimizga kelgansiz. Aka, rahmat katta. Rosolik pul to'lab qo'ying. Hop, siz keling. Men obunachi emas ana bilaman. Bir tiyin yetmaysiz meni. Sizga bu sovg'a o'zi olasiz. Yetkazganingiz uchun. Rahmat. Tabriklar qo'yinglar. Turonda o'qiydimi? Xudo xolasa. Bildinglarmi sizlarda ambasadorliklar bo'lganini? Turonda ishga biz sekin. Xo'p, kelinglar yana. Nima to'plab o'ynaymiz? Nima o'ynaymiz? Aytinglar, xohlaganinglar. Bir 3 ta odam chiqsin-da, gapirtirmayman. 3 ta odam chiqsin. Orzinglar 5 ta odam chiqsin. Sovg'a beraman, sovg'a bilet toping. Kafolatli sovg'alar. Bir 5 tacha. Chiqsinlar. Bo'linglar. Kel. Bo'llar, savol bermayman, she'r ayttirmayman, g'azal ayttirmayman. Kelinglar. Bo'linglar. Kelinglar, bo'linglar. 4 kishi, 5 kishi. Kel. Ha, sahnamizga chiqinglar. Hop. Bormi yana? Bo'laveradi sizlar. Bormi? Ha, kelinglar, sizlar tushyapsizlar? Kelinglar, uylarga narsa qilib yetasizlar. Eng safar omadli ekan, konsert ekan desam, bormaysan demang. Ana sovg'alar yutib keldi deb. Xo'p, sizlar bilan tezak tushirmaymiz endi.
tezlashishni ayta olmaydi yo'llar. Hozirdan sekin Karchigan degani hammamiz tezlashtiramiz. Xo'p, tepdim terakka chiqdim so'zini qaytaramiz. Xo'p, tepdim terakka chiqdim. Men mikrofon tutib turaman, so'kinvarish yo'q, baqirvarish yo'q. 1 2 3 ketdik. Tepdim terakka chiqdim. Yo'q, bu tezlatish turpoq aytishinglar bo'ladi. Ha, shunday 1 2 3 ketdik. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. Xo'p, 6 ta. 6 yo'q, bo'ldi 6 ta. Siz ham tepdim terakka chiqdim. Eslab qoling 6 ta. 1 2 3 ketdik. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. Bunu tepdim terakka chiqdim, tepdim terakka chiqdim. Bu defa 7 ta eslab qoling. Xo'p, tepdim terakka chiqdim, ketdik. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. 8 ta eslab qo'y. Sen ham ko'tarmayapsan, qo'yma qo'ya. Ketdik. Mandiroq o'tvoring. Xo'p, tepdim terakka chiqdim, ketdik. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. Yaxshi, siz 9 ta. Yo'q, 5 ta bo'ldi. 14 ta bo'ldi, 14 ta. Malades. Sigaret chekyapsizmi? Keling, ikkingizni oldinroqqa chiqaring. Tepdim terakka chiqdimdan ketdik. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. Bitta bo'ldi. Kim terakka chiqdingiz? Ha, bo'pti. Ketdik, tepdim terakka chiqdimdan. Tepdim terakka chiqdim, 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 tepdim terakka chiqdim. Bilmishlar, nimasi biladi? Xo'p, endi to'xtatinglar. Siz 13 tadan ko'pi bormi yo'qmi boshqa? Boshqa yo'qmi? Siz keling. Sizam keling. Sizlarga katta rahmat. Hammanglar to'lon o'quvchisizlar bilaman. O'zi chiroyli foizda skidkalar qilib berishadi. Marhamat, joylarga olishinglar mumkin. Hammanglarga rahmat. Xo'p, sizlarga endi Ilova Texno tarafdan, xoldingiz tarafdan bu sizga. Xo'p, joylarda yo'llanma ishni yo'llanma. Kimga ozgan bilet oldi. Aytgan ekanlar biletlaringizdan kinoga magamdan biletlaringizdan kino deb siz tepar beramiz, da. Aql yetadi. Kelinglar, yana o'yinlar o'ynaymiz, xalqni o'yinlar o'ynaymiz. Zo'r qarab turinglar. Nimadir mana homingizni maqtab beradigan odamga sovg'a bor. Ko'nglimizdagidek bo'lsa bo'ldi. Kim? Sovg'a. Chaqarsam chiqishmaydi. Zo'r avzor, professional avzor qiladiganlar mana. O'zimiz sinaymiz. Bormi? Xo'p, bormi? Zo'r avzor qiladigan odamlarimiz. Farhod aka bitta. Xo'p, bormi? Bormi? Bormi, olyapsizlarmi? Asaga taksi hamkamiz sahne taklif qilamiz. Kelinglar. Xo'p, hamma ko'ngilni bir olmaysiz o'zim. Xo'p, keyin qaranglar, men sizlarga yana bir narsa aytib qo'yishim kerak edi. To'ylarda bilyapsizlarmi? Chaqabetlarda to'ylarda mana hozir juda ham issiq bo'lyapti-yu, senlarga. Issiq, juda ham issiq. San'atkorlarga albatta borsa-yu bir ventilyator, modullar qo'yib berishadi. Yaqinda bitta to'yga bordik. Akamiz nassa o'tab uylanibdi-da, xuddi bir it uylayotgandek issiq uylanibdi. Bu to'y bo'lgan, endi to'ylarga borib kelib, hamma to'yda bilasizlar, aynan barada kelin salom qilishadi. Kelin salomlari bo'lmadi, to'ylarda chiroyli qilib o'tkazishadi. Chi turg'oni namroqqa kelosanglar, meni chaqishinglar. Yo hammalari birdaniga buzmasdan cholinglar. Xo'p, kelin salomini boshlariga to'yga bordik, ketdik. Oturdum hep kenarga, kenarda sıkıp severken, elin ömrünü yenerken, kaynamasiga salom.
Oho yutargan, to'yga deb qarz ko'targan, so'ng Rossiyaga ketvorgan qaynotasiga salom. Haligi ro'zg'orda atteni qildirgan, o'rtaga devor uydirgan, aka ichamizda qilgan olsinlarga salom. Yigitlarning bebosi, sirkan qiril dayosi, chiqardi sirbosi, kuyov bolaga salom. Ammalarini aytmadi lekin to'g'risi, to'yda eshitganini aytishmadi. Shunday hali keldi, 3 qo'llarni qiladi, nima nomi? Bitta ko'tarishib, haligi qimmat salonni qo'yib degan tush, bitmagan o'tlamidi. Hali kuyovga qarab, "Qanora bizni tag etib olgan. Mana seni qizing daydi, jiddi boshqasi deydi-ku. Ammo Gulshat tarafga tushdi, ashida qolib ketmadimi? Yo, mana seni qizing zarilmikin demadi, nima odirobda. Biz ham qiynalib ketamiz, to'yma-to'y yurib. Xo'p, bizni homiylarimizning sovg'alari bor va homiylarimiz bilan bir tanishtirib o'tib qo'yaman. Turon ta'lim o'quv markazi, hammamiz bilamiz, Asakamizdagi eng yirik o'quv markazlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari yana bizni bir qancha homiylarimiz bor. Sulton Ali Asaka kafesi. Shunday aytadiki, ko'chadan chaqib bo'lganlarda ishoninglar, Asakadagi eng nomerali mangal pishirishyapti, bol bo'lishyapti o'zlari ham. Optim kiyib kiloli. Oz qo'shilda ham aytib o'tdim, o'zi asli stansiyada bu reklama qilishga o'zi asli hojat yo'q. To'g'rimi? O'zi egasi ham o'tiribdi, chiroyli bo'lib. To'g'ri, umuman reklama qilishga ham hojat yo'q. Shunaqa odam ko'p bo'ladi. Meni reklamamdan keyin Laretto Uz Tepa bozorida joylashgan maishiy texnika do'koni. Shon avtomaktab Andijondagi Ilyas talabalar yotoqxonasida joylashgan. Qayta tayyorlab 14 kunda sizni tayyor qiladi, kelasi taraviza xolos qaytib chiqasiz. Undan tashqari innovativni Asakamizda to'yga yetmasdan eski Artel magazin bo'ladi. O'shada joylashgan. Ideal Grand Rouge sizlar bitta telefonlar 71 500 o'ngon bo'ldi. Keraklar shunday borib ko'p ko'rib chiroyli qilib uylarga sotqadi. Hammamiz homiylarimiz bilan tanishtirib oldik. Endi bitta o'yin o'ynaymiz. O'yin. Chiqinglar, o'yinlar o'ynaylik. Sizlar ham o'tirgan mehmonlarimiz so'z sovg'alar endi qolib. Keyin yana bir masala aytib qo'ying. To'g'risi ko'rmayapman. Bizga kelishimizdan oldin mana shu kelayotganimizda bir akamiz sovg'a olib keldi. Sovg'a biz uchun. Hozir ochib ko'rmadim. Rostdan ochib ko'rmadim. Hozir oldinda ochaman. Bildim forma degan. Forma turibdi. Ampagi qilamiz. Va yana bir to'xtatmasdan bitta konsert cho'g'irasida O'zbekiston milliy terma jamoasi bu yil jahon chempionatida qatnashyapti. Qo'llar o'pasizlar. Xo'p, akamizga rahmat aytamiz. Asakadagi Tepa bozorida sport mollari 12-do'konda joylashgan akamiz topshirib ketdi va men hozir yana bir sovg'alar bor. Bu har doimgidek bizni o'zi qatoshimizga aylanib qolgan Asaka turizm tomonidan işte sovg'a kelgan. Uka, menga qizig'i yo'q. Kimga bersangiz bering, shu sovg'ani topshiring dedi va shu sovg'ani men topshirmoqchiman dedi. Va bu narsalarni boshlaganimga 1 yildan unaqa uzoq vaqt o'tib ketgan yo'q. 1 yilda Instagram ijtimoiy tarmog'ida 30 mingdan oshiq auditoriya yig'dim va hozir o'zimni ilk yakkaxon konsertini tomosha qilib o'tirgan 200 kishilik joyda. Va meni shu bir natijalarga yetishishimga ancha-muncha bir sabab bo'layotgan inson bor. Hammasini mayli aytilayotgan hazillarning yarimidan ko'pi birga mashinada ketayotganimizda yoziladi, ofisda o'tirganimizda yoziladi. Ko'p narsa shu ustozim bilan yoziladi. Dostonbek Akbarovga Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Lashkarang o'rmoniga sayohat tur paketini taqdim etmoqchiman. Kelayapsizlar. Ikkalamiz borib davomini boshlaymiz. Yo'lda ketdim aytaylik. Yo'lda ketdim. Bir akalarimiz keldi, oyani ketyapsak, Doston akamga 6 nafar oyoqlatib berdim. Ustida bir sovg'am bor.
Angrenda shunaqa lashkarlik o'rmon bor ekan, maza qilib kontent qilib aylanib kelamiz. Böyle eskiroq kiyimlaringiz olsangiz bu yoqda yomg'ir yog'adi, demoqchi bo'lib, deyman, tozalaymizmi? Deydi eskiroq kiyimni so'rasam. Usta xudo xohlasa, saqi yozilmagan qolagan paytimizda 2 kunlik, 2 kun maza qilib bor kontent bilan aylanamiz-da. Hammangizni sizga rahmat aytmoqchiman. Keyin ustozimizga o'zi bunaqadan ham ko'ra o'zi to'n kiydiraman degandim. Qaramatdan orqasida 60 yozuv bor ekan, men deb qo'ydim. Bugun xo'p, meni Instagram ijtimoiy tarmoqda kuzatib kelganlar bormi? Kim Instagramda ko'rib kuzatib kelganlar? Qizlar, xo'p. Ikkita qiz bola chiqsin-da meni Instagramda rostdan kuzatadigan ikkita qiz bola. Bor, haqiqatan ko'radigan ikkita qiz bola chiqsin. Ikkita. Xo'p, bir ikkita to'g'ri bola ham chiqadilar, farq yo'q. Instagram menga obuna bo'lib kuzatadiganlar. Kellar, tapqa bo'ldi, davay. Bormi qizlarim? Qizlar bormi yana bir obuna bo'lib meni ko'radigan? Kim qaysi qiladi? Kim? Ha, bu taktik o'rgatilgan ya. Kelinglar. Ha, fotolar turinglar. Ha, tekstillar. Xo'p, yana bormi? Ko'radiganlar, kuzatadiganlar, tanishtirishlar, biz Instagramda ko'radiganlar. Xo'p. Senga hozir savol beraman. Savol javob topasizlar. Maylimi? Bo'laradimi? Xo'p. Qanchadan beri o'zi bir Instagramni ko'rasizlar? To'g'ri. Qanchadan beri bir kuzatasizlar? Ochganingdan beri devomaydi, aytib qo'ying. Bo'ldi, to'g'ri. Eshitmadinglarmi, to'g'ri gapirdi. Qanchadan beri kuzatasizlar Instagramda? Hech bir tanlash o'tganlarda. Ha? Qachonman deb qanchadan beri kuzatasizlar? Bormi? Yo yaqindan beri sekin qarasanglar kuzatib ketyapman deyman. Sekin qo'lib ko'rib turgan bo'ladi, majburlanadi ham bir kunda. Xo'p, sizlarga haqiqatan ham yurak yutib chiqdinglar. Kelinglar. Sizlar bilan tez aytib qo'yaylik. Taqdir tagidan tagi topdi. Meni obunachim ekansizlar, hammanglarga sog'lik bor. Ha. Bolam mo'min bo'linglar. Yer zakovat to'layapti. Zakovat miya ishlasa bo'ldi. Bilasizlar, biz miya bertikimiz, u yerdan kelganmiz. Taqdir tagidan tagi topdi. Zo'r aytasizlar, boshqangiz sog'lar biz beramiz. Ketdik. Birovlardan bo'ldimi hozirgizda? Mana kelarnikidaligimizdan kino yoki makamlarnikidaligimizdan kino deb bersanglar bo'ldi. Xo'p. Nima deydi? Tepki tariga chiqdimmi? Aytmanagidaligimizdan kino? Hozirdan aytolmayapsiz-ku. Ketdi. Xo'p. Meni haqimda. Keling, men shunaqa so'r, maqtang, kelinglar. Kim maqtaydi meni? Ketdi. Bo'ldi, siz bu yoq so'kan ekanini aytdik. Mana sog'a eshitgandim, Melisalar tutib chiqamiz hozir. Meni zo'r maqtang Instagramda ketdik. So'kman yo'q. Instagramda o'zida yarasha obunachilari bor. Asakamizda eng kuchli blogerlardan bo'lib kelayotgan Omadbek aka ikkinchi yakam konsertini o'tkazyapti. Xudoolasa omad tilaymiz akaga, ishlariga undan katta konsertlarni chiqib sovg'alarimiz nasib qilsin. Rahmat. Haqiqatan uzoq aytganda kuzatasizlar, to'xtab turinglar. Bu boladan sizga tanishtirib o'tsam, o'tgan safar 2 marta konsert qildik. Qayerda ochilishda bo'lsam, ish to'lib qo'yaman deb, bugun mana ochilish marosimlarimiz, kelsanglar sovg'a to'lasan. Albatta boradi shu bola, hozir chiqqanini tanidi. Haligi o'tgan safar konsertimizda televizor berdik. Televizor shu bola yutib oldi. Mana yana kelib yuramiz. Yana tuka. Qayerda holiga tifadizni tayyorlab shu ketadi. Sizga holiganingiz tanlang. Qizidi, movi, qimmati, arzon narxlari yozilgan. Sekin holiganingizni tanlang. Tefal. O tefal turmuchang bo'ladi, pastda turadi, o qizil rangi bo'ladi ular. Ket. Maqta bering bitta. Biz suv qilib maqta bering. Bu yoq meni sinfdoshim. Necha yil, 3 yilmi to'g'ri bilan o'qiyamiz. Biz son mana 3 yildan beri bir olgan xulosalaringiz sekin hammaning ichida omma-yomonlarni bering, bilasiz. Bo'lsa yaxshi. Rahmat. To'y bo'lyapti-da, men rahmat. Tabriklayman. To'yingiz nima? Instagram haqida gapiring. Instagram shartnomam bor. Bo'ldi, rahmat. Sizga hech narsa yo'q. Men sog' bo'ldingiz. Bu yoq meni akam, mahallada birga turamiz. Bugun ketdi.
Yo'qdan ham qanchadan beri hozir meni yaxshilang desam yaxshilayman deydi. Sababi dillamasa ham yomon gaplar gapiraveradi. Aka bitta, zo'rdan bitta. Men Instagram haqida. Yo'q, Instagram haqida ketdik. Qachon tanishganinglarni beramiz. Ha, qachon bormi? Bilasizmi aniq-ko'ngli? 2019 adashdingizda. 2019 karantiniga keyin gaplashib o'tiramiz. Seni gaplashib ayta olgan deb farzand tushdi. Qo'shnim bo'lgan, sameylar meni uyga oldik ko'chib kelsalar, sizlarga ham tifan beraman. Ey, yaxshimisizlar? Sizlar Ketdi. Aniq ko'rasizmi, ko'rsangiz bilasiz. Qo'yadigan postlarini, eng asosiysi bizda qarab turing, kelingda. Mana shu homiylarimiz to'g'ri. Qani, qaysi birini abzor qilib Turonda o'qiysiz-a? Bitta Turon haqida ketdi. Turon ta'lim o'quv markazi zamonaviy hamma sharoitga ega bo'lgan va sertifikatlar olishga yordam beradi. Misol uchun koreys tili fanidan, koreys tilidan 6 oyda bemalol to'plab olishingiz mumkin. Bunga o'zimiz o'qituvchimiz yordam beradi. Bo'ldi? Shu sizni direktor ko'rib o'tiribdi. Qancha martasiz ham kelam. Xudo bulardan shagirdlar xohlasa. Turon ta'lim o'quv markazida ishlaydilar, qayerga borsam so'rayapman, 1000 o'quvchi bor deydimi? 1000 ta zo'r. Turon tarafdan xudo xohlasa bitta tepalamiz olaylik-da, Inova texnik hamkorimiz tarafdan. Ha, tepa sug'urlar hammasini. Yana joylarni. Hop, sabjetlarni deb qo'ying, hop, maqta berasiz. Sutdan hali kafesini. Kafeda bitta. Yo'q, mana. Assalomu alaykum. Oma ayam ko'ryapti oma. O premyer qo'shimman. Edi to'liba? Yo'q, Omad biz birinchi sinf toshimiz. Bu asallar shunaqa edi. Yuragida bo'ldi bor ora. Bu onda maktabda shundan qo'yiblardi. Bo'ldimi? Rahmat. Bitta tepalab oling. Men uchun kelganinglar uchun. Hop. Endilikda sizlarga hozir sahnamizga Turon o'quv markazini asosisini sahnadagi himoyachiman Fayzullo aka, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli o'sha konsertimizga kelgan ko'pchilik blogerlar, ustozlar, ota-onalar. Avvalo o'zimni tanishtirsam, Asakadagi Turon ta'lim markazining asoschiman. Ismim Fayzullo. Hozir bir ikkita takliflarim, bir ikkita misol uchun o'qib kelgan o'quvchilarimizga ozgina skidkalar qilib beramiz. Avvalo bu sahnani qadri balandligini tushuntirmoqchiman. Birinchi bunaqa sahnaga chiqqan paytimda mana kursdoshimiz o'tiribdi, shunda qivizda chiqqanmiz. Alfabet qivizda chiqqan paytimda biz ular bilan musobaqa uyushtirganmizda. Sinovlarni qoqilib tushganman. Sal kulib olgan. Birinchidan yaxshi bo'lmagan qivizi bu. Ikkinchidan bu yerga chiqish o'zi oson emas. Ular sahnada turib, ko'pchilik yuziga qarab, gapiga topib, gapirish o'zi oson emas. Omadbek Shokirov mana 1,5 soatdan beri harakat qilyapti, misol uchun kuldiryapti, chiroyli anaqalar olib boryapti. Bu juda aloq rahmat. Hozir o'quv markazimizdan kelgan o'quvchilarimiz, tashqariga chiqqanlarni ketib qolmaganlar. Albatta bunaqa konsertlarda oxirigacha o'tilgan bu yerni mehnati, balki boshqa ichimizda kelajakda zo'r blogerlar, zo'r vayinchilar, zo'r kasb egalari yoki zo'r mansabdor odamlar chiqadi. Shu sabrni o'rganishni, mana shuni mehnat qadrlashni o'rganadigan odamlarga Turon ta'limdan kelgan o'quvchilar tashqarida bitta rasm bilasizlar, sizlarni hammanglarga chegirma e'lon qilaman. Borganinglarda o'quv markazimizda sizlarga chegirma beramiz. Biz qadrlaydigan mehnatini biz ko'rib tuzatadigan insonlar bor. Ichimizda turli auditoriyasi bor yoki turli o'ziga mehnat qilgan insonlarga Turon ta'limdan alohida sovg'alarimiz bor. Shu konsertdan keyin o'quvchilarimiz beradi. O'sha ozgina suhbat olib, ularni yoshlik davrida nimalarni Albatta, bitta konsert qo'ygan. Rahmat katta. Meni kelgusi ijodlariga omad tilaymiz. Bunaqa men asagamizda bunaqa bir mehnatkash, bir o'zini mana ma'naviy ko'ngilochar dastur bo'ladi. Bu oson emas. Bunga qancha kunlab uxlamasdan tayyorgarlik ko'rgan, hayajon, qancha odam auditoriya to'playman, mehnat, katta mehnat o'tdi. Buni qadrlaganlar uchun, mana konsertlarga kelganlar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Omadjon kelgusida amalga bo'yicha reklama bo'yicha biz
hamkorimiz hisoblanadi. Xudo xohlasa biz ham qo'llab-quvvatlaymiz Jonni kelgusi ishlarga omad tilab qolamiz. Teşekkür ederim. Nakşiyet'ten şartlama tuzuldu. Bitta qasagilarga rahmat katta. Millionlarga yetamiz. Qaranglar, zo'r narsa aytaman. Hammada Instagram bor. Men sizlarga sovg'a desam, bo'lsam bo'laman. Hammanglar telefoninglarni olinglar-da. Olinglar. Instagram bor, sovg'a to'lasizlar. Hammanglar telefonlarni Instagramga kiringlar, tayyor bo'ling. Xo'p, mening profilimni hikoyani bilsanglar kerak. Ashu Omadbek deyishingizga chiqadi. Ustimizda. Bo'linglar, hammanglar Instagramni qo'llab olinglar. Tayyormi? Nima yoqdi? Tayyormi? Qarab turinglar. Nima ishlamayapti? Samolyotni bitta qilib o'rgatyapti. Xo'p, qaranglar, hammanglar olinglar. Hozir zo'r qo'shig'imiz bor. Aytamiz. Zo'r qo'shig'imiz bor. Atirgulam, atirgulam eshitgansizlar. Ash qo'shiqni videoga olib, istoriyaga men atmetga qilib qo'yasizlar. Kim birinchi atmetga qilgan bo'lsa, qaysi sovg'amiz sizlarga. Ilola yana tarafdan. Tayyormisizlar? Hammanglar tayyorlab olinglar. Güller akşam çağda o'yga tolar emishlar. Quyosh botgan tarafga qarab qolar emishlar. Güller akşam çağda o'yga tolar emishlar. Quyosh botgan tarafga qarab qolar emishlar. So'ng barchasi subhidan sal yeymanib mazlanib quyoshni kutar emish sharq tomonga yuzlanib. So'ng barchasi subhidan sal yeymanib mazlanib quyoshni kutar emish sharq tomonga yuzlanib. Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim. Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim. Faqatgina atirgul sevinch tavlab ko'ksini quyoshi ketgan yo'ldan olmas emish ko'zini. Faqatgina atirgul sevinch tavlab ko'ksini quyoshi ketgan yo'ldan olmas emish ko'zini. Ters tomondan kun chiqqach to'lib shabnam ko'z yoshgan hayratu araz bilan qayrilarmish quyoshgan. Atir gulum, atir gulum, atir gulum sevgilim. Atir gulum, atir gulum, atir gulum sevgilim. Men bir darbadar odam, yo'lda kechar hayotim. Dilim dilda yonadi, bir iltija bir dodim. Men bir darbadar odam, yo'lda kechar hayotim. Gulim dilda yonadi, bir iltija bir dodim. Bu dünyada yol köprü, gülüm umrim hayalda. Gaha janubga botish, chiqadirman shimoldan.
Atım gülüm sevgilim men qaylarga yelmayib ketib qaysi ko'chadan qaysi yo'ldan kelmayib ko'zlaringni qadab pon quyosh yanglar dilimga kelgunimcha qarab qol jo'nab ketgan yo'limga gullar oqshom chog'ida o'yga tolar emishlar quyosh botgan tarafga qarab qolar emishlar Zaten yine bu yerda ustozimlar baribir qaranglar kinimiz videolardan chiqyapti. Nodirma keling endi videomizga. Keling. Keling videomiz chiqadi. Keling. Keling, ya bitta qarshi bo'ldi. Yurgan sanatimizni. Keling. Keling. Sochmichi. Juda turamizda. Xo'p. Judayam buyuk qadrdonlarimiz kim? Hammalar buyuk bizni hurmat qilibsizlar. Hammalarga katta rahmat aytamiz. Birdan 3 sanab keting-chi. 1 2 3. Biz telefon bo'lyapti. Qilganman men buni qaranglar hozir. Konsert beryapman. 100 dala o'sha auditoriya menga qarab turib bittasi telefon olib nima desam menga hozir? Men nima dedikina menga? Olim gaplashaymi? Ben nima deyman? Imprezansa ketdi. Gromga qo'yman. Alo. Sen haqdalar konsert beryapman. Hamma seni eshitib turibdi. Bilmayman, qaydasan o'zing? Xudo xolisa tuyga boshqa. Men ham chiqaman. Hamma qarab o'tirib turmaydi. Mana seni eshityapti boshqa. Ana, bir hafta so'rayman. Sen meni shunga yaqin do'stimsanki ko'rayapsanmi? Hamma menga qarab turibdi. Zaharlaman, lekin sen bilan telefonda gaplashyapman, bilasan? Bo'ldi, chiqqandan keyin 4 ta somsa yersiz bo'ldi. Bo'ldi, telefon bo'laman, rostdan saqlaman. Hop. Bizga farslardan to'ylarligida telefon qilib, hamma rezidentlar gaplashaveramiz. Marhamat, sahnaga taklif qilamiz. Eng go'zal qo'shiqlar bilan Nodiraga. Keling, keling, salom aytib keting meni auditoriyamga. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Omadbekda mana hurmat qilib kelgan barcha qadrdonlari, do'stlari, opalari, singillari, ustozlari, barchaga xushliklar deymiz. Omadbek bir narsani aytib o'taman sizga. Mana prezidentimiz aytib o'tgandek, madaniyat san'at sohasidagi yosh ijodkorlarimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berildi. Albatta, bugun shunday sahnada siz 200 ta odamingiz bo'lmasin, 10 ta odamingiz bo'lsa ham bu sahnaga chiqib o'zingizni shijoatingizni ko'rsatib, o'zingizni mehnatingizni qilib, shunday 10 ta odamga ham ko'rsatyapsiz. Bu sizni omadingiz. Bu sizni mehnatingizni qadrlashingiz, san'atingizni qadrlashingiz bo'ladi. Ilhom shunday darajaga yetdiki, ustoz shoir degan an'anaga binoan siz Xudo xohlasa prezidentimiz qo'ygan imkoniyat darajalariga yetib keling, Xudo xohlasa. 100 million so'mdan pul ajratilgan bunaqa ustoz shogirdlarga. O'zini san'atini ko'rsatib, o'zini sahnaga olib chiqib, o'zini tayyorlab olib chiqqan yosh ijodkorlarimiz uchun 100 million so'mdan pul ajratilgan. Bundan da to'xtamayman, Xudo xohlasa, ijod qilishda to'xtamayman. Men nima demoqchiman? Aytganimdek, 10 ta odamga ko'rsam, ha 10 ta odamim keldi deb xafa bo'lmang hech qachon. Siz o'sha 10 ta odam qadrlab keldimi, o'sha 10 ta odam
Instagramda yozsa sizni millionta odam ko'radi. Xudo xohlasa va millionta odam sizni o'zi istab keladi. O'sha bola qaniki omad berib. Hozir men qo'shiqqa tayyorlanib kelmagandim, lekin ozgina jonli ijro qilaman. Yurtimiz tinchligi uchun, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin deymiz. Shunaqa yosh ijodkorlarimiz o'zini ustida hamisha mehnat qilsin deymiz va ulug' cho'qilarga, martabalarga erishib yurgan deymiz. Nega olib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zi yorug' dunyo, kulganiga shukr qil. Nega olib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zi yorug' dunyo, kulganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga, oqar suvlar uyga, kelganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga, oqar suvlar uyga, kelganiga shukr qil. Oqar suvlar uyga, kelganiga shukr qil. Yurtimizni tinchligiga, kelganiga shukr qil. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, shukr yana Rahmat, katta rahmat. Oba sizga bitta qarsa e'lon bo'lsin-da. Bitta narsa keling, bitta narsa iltimos qilmoqchiman. Biz mana ko'p auditoriya hozir asakamizda eng rivojlanib borayotgan joy Uzunbog'. Keling mana ko'pchilik balki bu yerda nima bo'lishligini tushunadi ko'pchilik, lekin hamma biletimiz sotilgan. Rostdan kasbga sotilgan. Xo'p, keyingi konsertimizni shu yaqin oralarda Uzunbog'da qilsak, nima qanday deysizlar? Nima bo'ladi? Juda zo'r bo'ladi. Uzunboqqa payshanba kuni, har o'shanba kuni yoshlar kuni bo'lib o'tadi. Shu yoshlar kunida shu yerda o'tirgan yoshlarimiz o'rtoqlarida birgalikda Uzunboqqa olib chiqasizlar. Xudo xolasa Omadbek, Dostonbek va Nodira Begim ijrosida juda zo'r konsertlar bo'ladi. Hammanglarni taklif qilamiz. 16-kuni esa maydonda gala konsert bo'lib o'tadi. Unda ham Dostonbek, Akbar va Omadbek ishtirok etadilar. Hammanglarni taklif qilamiz. Sog'liginglar. Salomat bo'ling. Xo'p, menda sovg'alar juda ham ko'p. Eng kichkina bolani topaylik-da, hozir to'xtab turinglar. Eng kichkina siz necha yoshsiz? Necha yosh? Necha yosh? 5 yosh. 5 yoshdan kichikman. Necha yosh? 3 yoshmi? Rostdan 3 yoshmi? Tasdiqlaydigan narsa bormi yo'q? Bormi? Qani bitta kelinglar. Xo'p, bitta narsa chop turasizlar. 3 yosh. Qalaysiz? Ismrang bo'lmaydi, qolmaydi, to'g'ri edi. Dunyodagi eng chiroyli odam ko'rgani ham bo'la qo'shadi, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Qani bitta tasdiqlayman, nimadir? Zagram bu chipga chiqamsiz. Bayda orqada turgan bolalar ishoning viloyatdan ham chiqmagan. Andijon viloyatiga chiqmagan sizlar. Kichkina bolalar bormi yana boshqa? Keling, katta bo'lgan. Necha yosh? 4 yoshmi? 4 yosh, siz 3 yosh. 2023-yilda tug'ilgan ekan, 4-oy, 4-kunda tug'ilgan ekan. Bitta qarasanglar. Hop. Atam Italiyanis. Qaysi biri? Xohlasangiz bu nima berdi? Tova. Yo, tova yoki manaqa sizlarga kapot berdinglar-ku yozdikinida. Qaysi biri? Aha, tefal yo'q, qalbida, bularga bo'lsincha. Hop, bor qaysi biri? Qaysi birini olaylik? Bunisi nima? O'zlari deb kelmang. Bo'ling. Deyapti. Qaysi biri? Tovami? Tovami? Ashna oling mana, deb ko'taramaydi. Voy, to'g'ri, o'zim olmayman mana. Oblasimda baravar tuzatishda, tarasa chopasizlar. Xo'p.
DJ'imizga rahmat, endi tirildi. Bo'lsiz. Xo'p. Nimasi tarisi? Yana chiroy desam, hammanglar chiroyli bo'lib o'tiribsizlar. Jaminchalik asu, lekin chiroylisizlar hammanglar. Xo'p, nima tadaylik? Xo'p. Bo'ldi, nechikingiz? 18 dan balati bormi? 18 yoshdan balati. Bormi? Chish. 18 dan balati. Necha yosh? Hammanglar 18-19 desalar men sovg'a berolmay qolaman hozir. Men mana 50 ga kirganman. Bormaydiz deyapsiz. Men farq. Nechaga kirdingiz? Aha, yosh ekansiz hali. Oho. 65 ga kiribdi. Alışır, o seni 10 var yapsana, o çiğne bu. Sen yeri yastık üstünden buradan sen köyüne git. Geçip oraya da tops. Bağlar. Orada türüyle denilmeye. Yeng bana. Turulda okuyacağım bağlarına. Sizler. 3 oylar. Gelirler de. Gelirler 3 oylar. Buraylar. Ha, çıkıyla buraylar. 3 oylar gelirler. Tek kasar çapı oylar. Buradan siz okursanızda gelirler. Eng bir zo'r bo'ladigan she'r yaxshi bilasizmi, qo'shiq yaxshi bilasizmi? Saxtabimi oqshomga tushadi. She'r qo'shiq. She'r kerak. Keting, keting. Ayting. Tinchlik, kattarolik, xavfsizlik va o'ylaymiz, g'amdan xurujiga hech qachon taslim bo'lmaymiz. Olamadan muqaddas boshida qosh egamiz, armiyamiz qudratli, kim qarshi olsa egamiz. Mana biz. Sizlarmi? Mayli. She'rni qo'shib aytsangiz som aytishadi. Ha, aytamiz-mi qo'shib? Qorbo'y o'zi. Ajablar nechi yosh, kimlar? Sizlar, xo'p, bular nimadan o'qiysizlar Turon markazida? İngiliz tilida bir zo'r menga rahmat aytingchi. Rahmat? Ha, ingliz tilida rahmat, zo'r. Yo'q, zo'roq bo'lib, bir so'zdan ishlasizlar-ku. Ashlardan foydalanib aytingchi. Qanaqa rahmat, masalan. Menga konsert zo'r bo'ldi, mana shu konsert zo'r chiqdi, bitta inglizchasiga rahmat aytingchi. Voy, to'g'ri, yaxshisiz, sizsiz. Charchayapsizmi? Yaxshi o'tirsan? Ha. Rahmat, bitta narsa javob berasizlar bo'ladi. Sizlar ikkalanglarga hech narsa yo'q, lekin skidka qilib berasiz. Anaqalarda oliy dolarlarda chekilma qo'yiladi. Joylarda deganda olishlar mumkin. Masalan, safon berib tursangiz, sizlarga yana ham bo'sh beraman, agarcha rahmat. Hop, endi bizda shu sovg'amiz bor, mana qanaqasi sizlarga. Aksincha bunaqadan endi har tadbirga borsangiz, ana bitta berishadi, qarab turinglar. Shularni o'ynaylik desam, hech qaysi birlar chiqmaysizlar. Xo'p, o'ynab kezamiz yana bir. Bo'lsa keling, to'samiga keling biz. Xo'p, qatnashmoqchi bo'lganlar shu sovg'alarimizni beramiz, marhamat. O'yinda so'zni aytadi. Mana erini go'shini baydiradigan ekan. Mana siqib so'raydigan ekan. Shu. Buni bu bolalarga bersak, sindiriblar. Shuning uchun bu yosh kattalar yegan. Opalar kelinglar. Kelinglar. Keling. Bu sizni konsert shunaqangi darajada xursand bo'ling. Nodirab ham keldi mana. Nodirab ham o'zi ko'pchilikda to'ydan boshlab yo'q. To'ydan tashqari o'zini biznes bog'chasi bor. Undan tashqari hozir madaniyatimizga rahbar bo'lib ketgan. Mana shu yoshlarni qo'llab-quvvatlaydi keldi. Obama bitta qilib xarsi bo'lsa. Mana. Kelinglar, yaqinroq kelinglar. Hozir. Bir qadam oldi ish bo'ldi. Sanaga tezkor qo'ying. O'rga to'g'riman, bab odamni qulog'iga kirmasdan nega keling? Nega turingman? Mana shu yerda. Opa, stroling. Hey. Omaddan keling mana. Hayajonlanyapsiz-da mana shunday. Sahnagacha boringizni qilmang. Chunki sizni shuncha kelib o'tirgan bo'lsangiz, siz orqangizda siz yuzingizni ko'rgan ekan. Bir qator kelgan mehmonlarimiz bilan tanishamiz. Ismingiz nima? Qurbatma. Maqsad. To'g'risini aytdilar, bu kim bo'lasiz? Hammasi qavonjang. Qo'l it qiling. Hop. Yo'q, bu xaridorlarda mahallaga patesh uchun kelganlarga avvalo rahmat. Endi qaranglar.
3ta sovg'amiz bor ekan. Uchovilarga yo'q, qolganlar ham olish kerak. Bitta sovg'ani shu deb beramiz. Nima deyman? Mana shu juda ko'p kerak bo'ladi. Mana shuni ham olganmiz. Katta tiham, katta. Tez o'tkazamiz o'yin. Bir qadam oldiga chiqinglar. Siz bu yoqqa. Don sekin o'ynaymiz. Kim yutsa mana shu sovg'asizlar. Voy deb gapirtirmasa, bo'sh aytsangiz. Men sizlarni qiynayapman, nega so'nish? Yo'q. U bizni asakamizda aytilyapti. Chingap chiqishning, Chingap chiqish. Bilmaysiz. Yoshingizda o'ynagansiz. Mana. Keling, o'g'il ekan. Chingap chiqish. Ko'rdingizmi? ustozim, ustozim-da. Olasiz. O'tir shunaqa o'yin. Ayol sizlar qo'l cho'zamiz. O'ynoqa. Yaxshimisiz? Nafas olishingiz? Eshitadi, davomli to'xtamang. Ketdik. Tayyormisizlar? Don ziki. Bular deganga ayolmasda hammasi qaychirib qirqiyman deyapti-da. Boshqalamatdan. Ha, keling, qo'lingizni cho'zib qo'yavering. Don ziki. Nima qildingiz? Qarang, opaman. Don ziki desa, xolasa quduq qiladi, xolasa qaychi qiladi, xolasa qoppa qilib yo'q qo'yadi. Bo'linglar. Don ziki. Oxirida hammaga yetib ketmasa qoldi-da. Yo'q, bitta narsaga maza qilyapman. Ayollarda hali bir-biriga qovushmash mashida ham bilmayapman. Ketdi boshqatdan. Ha. Bu qilmaydi, baribir qilmaydi. Ketdi. Don ziki. Voy xudo. Manaqalar kon, bunday bor. Yo'q, hozir mana shu o'yinni o'ynataman men sizlarga hozir. Hozir nima qildim Omadbek bilan taqsir tushmading-ku. Ketdik, ha. Qaramay turaylik-da. Ikkalamiz ham nima qarab turaylik-a? Yo'q, endi dur qarab turishyapti. Sizlar qarab turinglar. Ketdi. Don ziki. Sirchilar, choyni to'p bo'lyaptimi-gina? Ketdik. Opa qo'lingizni cho'zinglar. Ketdik. Don ziki. Ha, xudoyim. Voy xudoyim. Rahmat, sog' bo'linglar. Bu opachi, bilmayman deb ko'zim o'zi bilmayman degandan qo'rqish kerak. O'zi. Qani opa? Voy. Rahmat, qasri bo'lsin, rahmat. Opa to'xtangda. Voy, u hali. Voy, qaranglar. Opa, shosini ayting. To'g'risini ayting. Instagramda ko'rindingizmi yoki kimni yurib borib kelamiz, jiyanim konsert o'layotgan deydimi? To'g'risini. Ha? Doğru sen rahatım beymar masada lekin o'rtog'im yuding dedi. Xo'p deb kelib. Lekin ko'rasiz, sizdasiz. Uzatiraman. Oxirigacha davomlasa. Opa, siz haqiqatan ham shu sizga Tifan bilan Ibrolla Texno homiyimiz tarafdan Androshga keyingi safar konsert desam uchib kelasiz endi. Dondonligini o'rganib oling. Sizlarni bitta tabrik aytib qo'yinglar. Bilaman ishlaringizga. Oldin chiqing, keling, opa, darrov o'zingizga. Sarflar ko'paysin. Hamisha omad bersin. Rahmat katta, tashrif uchun. Bitta tabrik aytib qo'yinglar, chiroyli qilib. Keling, voy, mana yoqqa keltiring jonim. Omadbek. Yipim, safdoyish. Bundan da omadlik bo'lgan. Baxtli saodatli bo'lgan. Hamisha odamlar ofisan qilgan. Yo'q. Rahmat katta. Ha, Sog' bo'ling. Ha, tabriyat bering endi. Ha. Men ham Omadbekka o'z ismi bilan omad tilayman. Albatta, undan ham ziyoda bo'lsin. Muxlislar undan ham ko'p bo'lsin. O'zi ham kammas. Rahmat katta. Tavsifinglar uchun rahmat. Opa, uni olib ketasiz. ichida bor. Usta, keling, siz bilan mana sahnada haqiqatan imprezasi, to'ylardagi holatlarni yondashaylik. To'ylamada ko'pchilik mana san'atkorlarimiz to'y qilishadi, mana aholi shurat oldi. To'yning eng xulli holat siz uchun nima? Eng xulli holat o'zi to'yda xizmat qilasan,
kerak bo'lsa ertamandan boshlaydi. Ertamanlab turasan, o'zingga qaraysan, so'ng soqolingni oldirib to'yga borishni yerim uchun odamlar o'tirgan bo'ladi. Xizmat qilasan, yonib pishasan, to'yni tugatgandan keyin endi o'tiraman desang, yana bitta to'yga borishing kerak bo'ladi. Ana shu eng yomon holat siz choy icholmasligingiz. To'g'ri ekan. Bravo. Endi mana shu akalarimizga ham sovg'alardan bittasini beraylik. Albatta. Chunki o'zini go'shtini yeydi, topadi. Keling, aka keling. Keling aka. O'zingizda. Bir salom aytib qo'ying. Xo'p, bitta salom aytib qo'ying. Sizni ham qarorga kelgan. Qarorga bitta sovg'a topshirish uchun. Sovg'a topshirish aka. Bularni ko'rsatasan, tabrasdan topadi boshqa. Boshqa ketmaringiz. Biz yana bir homiyatimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Turon ta'lim o'quv markazi Sulton Ali Asaka kafesi, o'tib kiyim kerakli tovarlar, stansiya filiali, Lareto Uz, maishiy texnika do'koni, Shon avtomaktabi, Innova texnomaishiy texnika hamda dialoglarni o'qish fabrikalariga o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz va sovg'alarimizni topshiramiz. Abdulaziz, boshqa murojaat do'stlariga oldi doira topshirdi. Eng zo'r tabriklar ketdi. Assalomu alaykum. Biz mana dunyo poytaxt Asakamizga yig'ilgan Asaka xalqimiz mana Xudo xolasa konsertlar boshladik. Mana shu ukalarimizga juda katta rahmat, chunki buni omadli ekanimiz mana bizga yaqin olib konsertiga tashrif qilib buni boshlashda biz xabarimiz bor. Chunki mana opamiz aytgan so'zi mashaqqati, o'zi yugurib, bolalarni borib chiqarib, mana biletlar, juda mashaqqat ko'pda. Dostonbekka, omadlikka juda katta rahmatimizni aytamiz. Asaka nomidan nima dedinglar? Mazza qiling, hammalar bergan mablag' ana ro'si to'ylar tushi konsert zo'r. Ben juda katta rahmatimizni aytib qo'yamiz. Shaxsan menga juda yoqdi. Ijtimoiy tarmoqlarga yetishtirib o'tganmiz. Qo'shinlar, ijodiga omad tilab qolamiz. Dostonbek shogirdimiz juda zo'r bola bo'lib yetishdi. Ijodlariga hayotida quvonchli daqiqalar bundan ham chiroyli bo'lsin. Xalqimizni hamisha hurmatida yursin. Razil katta rahmat aytaman xalqimiz oldi. Rahmat aka. Aha, mana shu turasiz. Turon ta'lim o'quv markazining yangi direktorimi tomonidan qani? Assalomu alaykum, hurmatli mana shu konsert tomoshabinlari, kelgan o'quvchilar, o'quvchilar, mehmonlar. Avvalambor ularga minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tgan yili Dostonbek Akbar bilan Globusda oldida eng shirin ziyodroq odamga konsert bergandik. Bu konsertimiz juda shov-shuvli bo'lgan. Doston akamiz juda chiroyli deb o'ylasam, o'tkazib bergan. Mana ikki shogirdlari bo'lgan Omadjonda konsertda o'tirib biz xursandchilik bilan zo'r bo'ladi deb o'ylamoqdim. Kelajakda bu odamni ishlariga rivoj tilaymiz. Inshaalloh kelajakda keyingi yillarda Instagramdagi obunachilari 300 mingdan oshib kelsin. Kelajakda buni auditoriyasi 3 mingdan 4 mingdan kattaroq konsertlarda konsert berishlik ukamizga ham, Dostonbekga ham nasib qilsin. Eng to'xtab turinglar. Sovg'ani bularga emas, rahbarlarga emas, xalqqa beramiz. Lekin sizlar odam tanlaysizlar, sovg'amiz beramiz mana. Kompot qiladiganman. Kompot iris sos ichadigan. Innova texnika tarafdan. Kelganman. Hazilmayman, kel. Gulsanat xon opajonimiz sahnamizga kelib turamiz. Bitta qarsak kelamiz. Serqarak ijodkor, boshlovchi, aktrisa, hozirgi kundagi o'ynayotgan roli juda dolzarb mavzuda ko'targan olamiz. Do'stlarim kiyim olishyapti-ku. Ha, Instagramga boshlashgan. Men o'zi ideya aytdim, mashina olaylik deb qarasam, opalar boshlashibdi. Zo'r tabrik. Avvalambor assalomu alaykum, qalbi otash, mehri daryo, aziz muxlislar, omadbek, ishlaringizga omad tilaymiz. Mana chiroyli yaklilarni ko'rib, rosa ham xursandman. Hozir Dostonbek aytgandek, qonlar och qoladi san'atkorlarni. Mana ertalab choy ichmaganman. Asaka do'xtirasida xizmatda bo'ldik. Shundan keyin konsert berib, choy ichmayapmiz, faqat suv ichib o'tiribmiz. Ro'zaga tutganmiz. San'atni sevgan odamda hech qachon yomonlik chiqmaydi. Hamisha oilangiz, baxtingizga onajon sog' bo'lsin. Ishlaringizda omad, internet portlatib oling. Yordam kerak bo'lsa biz jonimiz bilan Dostonbek. Hozir biz Telba serialini ikkinchi qismi уже internetlarda ko'rilyapti. Buni o'zimdan ilhomlanib qildim. Sababi sog'lom farzandlar deb qadriga yetolmagan ota-onalar bor.
mehribon ota-onalarga ham qadriga yetolmagan farzandlar bor. Shuning uchun shulardan ilhomlandik. Qarsakimiz nasrat qo'yamiz, omad berganmizni. Umringizni so'ngigacha g'amlarga ishi qoqmasin. Qayg'u hasad izlasa-da uyingizni topmasin. Ostonadan xatlab o'tsin. Mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Tinchlik, sog'lik, baxt, omad, mashtaqa muxlislar hamroh bo'lsin. Menchi bunaqani to'yni ham o'tkazib olaman. Qarang, boshlovchi bor, shuncha homiy bor. Jonli aytadigan opalar oldimda bilmabman. Lekin zo'r senlar ko'rdim. Gapni sizga opa, tog'ba seni dadalashib yana ham qo'shib olasiz. Xudo xohlasa. Sovg'ani kim kerak? Qadrdon akalarimizga ham, ukalarimizga ham omad tilaymiz. Sog' bo'lsinlar. Eng zo'r tabrik menga bo'ldi. Mana so'klarni chiqarib ozishni boshlaymiz. So'z beraman xalq oldida. Ozib ketsam tanimay qolmasin deb hech ham ozmayapman. O'rganib ketaysizlarda. Bayram muborak bo'lsin. Katta rahmat Babajon sizga tashrifingiz uchun. Sizlarga ham katta rahmat. Endi bitta sovg'amiz qoldi. Kimga topshirasiz? Ben o'yin o'ylab topaylik do'sti. O'yin o'ylab topaylik-da. Kimga topshiramiz? Agalar rahmat yo'q, shu olingiz to'xtatdik. Agalar rahmat sog' bo'linglar. Qadrdonimiz bo'lib qoldi. Rahmat. Tashrif uchun sog' bo'linglar. Tilaylar uchun rahmat. Baribir bu hozir tabrikni xavfsiz qildirganimizda va bu qolganlarimiz biza asakaliklar jente berib, ayollarga berdik. Kerak bo'lsa hozir Turon ta'limda agar maktabda tanishmanishingiz bo'lsa, kerak o'qib beraman dedi bonusiga. Javob bo'lsa 3 ga to'yxonaga tegilam hisob beraman. Sog' bo'ling, rahmat. Bitta savol qoldi. Bitta savol. Endi mana shuni topshirishimiz kerak. Albatta. Buni kimga topshiramiz? Endi buni kimga topshiramiz? Kimga topshiramiz? To'g'risi, kimga topshiramiz? Rabi kuyga ekan. Yuzdan burcha ekan. Keling. Mana shuni bitta insonga topshiraylik. Hop. Konsert qilish qanaqa xiyligini bildingiz, to'g'rimi? Shunday. Konsert qilib, masalan, chiqib oldingiz, zimmasiga yukladingiz. Keyingi konsertimizda apparat hamma yo'g'ini tashkil qilib bersa, muxlislarga e'lonlarni so'rayman. Mana shuni nodorman beraylik. Albatta, to'g'ri. Qanaqa beraylik, bildingiz, to'g'rimi? Juda ham qiynalib bo'ldi. Bundaga durust Nodorman ko'rdingiz. Yo'q. Bu nodirab bu pora emas. Bu shunchalik yoshlarni konsertga qo'llab-quvvatlab kelganligingiz uchun bu sizga Katta rahmat. Homiylar zamonimizdan, innovativ homiyimiz tarafdan belgilaman yo'ling. Siz uchun keyingi konsertimiz tashkil qo'yasiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling. Qani, Sog' bo'ling. Xo'p, bizning konsert dasturimiz o'tgan safar juda ham noodatiy o'tdi. Kafeda qildik. O'tgan safar konsertimizga kelganlar bormi? O'tgan safar konsertni qo'lga deylar-da. Bo'ldi, qo'lga ko'tardilar, juda ko'plar. O'tgan safar konsertimiz kafeda o'tdi. Agar san'atkor kafeda konsert bersa, bu yoqda taom bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U san'atkorga farqi yo'q. Qo'shiqni aytaveradi, bu yoqda odamlar choyni ichib bemalol damni olaveradi. Lekin qiziqchi, so'z ustasi kafeda konsert berishligi bu umuman aqlga sig'maydigan narsa ekan. O'tgan safar biz endi hazillarimizni boshiga zo'rlarni qo'yamiz, auditoriyani ushlab olaylik, zo'r bo'lsin deb zo'rlarni qo'yamizda, boshlandi chiqib komanda zo'r kuldiryapmizda. Biz bu odamlar o'zligimizda endi yo'q navbat tashkil qilib, navbat bilan kirib, hamma qonni o'sh, dosturxonning ustiga nosrolib, deb hamma o'tirib, biz esdan chiqib qo'yamiz. Biroq kulgili holatlarda juda ko'p bo'lgan. Men bu yoqda konsert beryapman. Videoga olishgan, syomka qilishgan. Konsertni keyin ko'rsam, bitta stolda qaysi birligini bilmayman. O'tirgan odamlar umuman tinmagan, umuman tinmagan. Bilmayman, gapini o'tkazdi, bilmayman. Mana karaoke, apparat, hamma narsaga o'zim pul sarfladim-da, kimdir tug'ilgan kunini qoldi, men bilmayman. Tug'ilgan kunlar o'tdimi?
unisi mayli Iskandarov akamiz qo'shiq aytyapti, zo'r qo'shiq aytdi. Men ham o'zim tomosha qilib o'tiribman. Hali vashi zo'r aytib qo'yibdi. Ruxsoname degan qo'shiq aytdi. Tomosha qilib o'tiribman. Bitta qiz lobiga o'tirib olib, ikkala quloqda bulutsi bilan o'tiribdi-da. Qiziqchi, mayli, u meni og'zim yomon ko'rar ekan, o'zim yomon ko'rar ekan, qo'shiq eshitib o'tiribdi ekan. Lekin qo'shiq aytayotgan odamni to'g'risiga o'tirib olib, qulog'iga ikkala bulutsi bilan qo'shiq eshitib o'tirishlik bu hojatxonaga kelib hech narsa qilmasdan prosta suvni bosqichchilik bilan diritildi. O'tgan safargi konsertimizdan keyin to'xtanglar dedim. Men auditoriyam Instagramdagi o'zimni taniydiganlar uchun alohida konsertni zavq qilamiz dedik. Endi hammalarga, kiyalarga, tashrif buyurgan akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, homiylarimiz hammalarga kattagon rahmat. Tashrif buyurgan hammalarni ko'rganimdan benihoya xursandman. Xudo xohlasa keyingi konsert dasturlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana degan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli qo'shiq bilan yakunlaymiz. Marhamat. Ko'nglim desang ko'zing katta ochib, o'sha uyda turolmaysan hardam shoshib. Taygacha borar ketingga mendan qochib. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman. Ko'nglingda borman bilaman shubha yo'q. Xayollaring malakdayin tengi yo'q. Qachon qo'lingni tutdim esimda yo'q. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman. Qaror ko'zlariga to'ymayman. Qarotganda devoringdan bo'ylayman. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman. Qaror ko'zlariga to'ymayman. Qarotganda devoringdan bo'ylayman. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman. Ishlar vazirligiga, Asaka favqulodda vaziyatlar bo'lim boshliqlariga, o'zbek konsertga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammalar xush kelibsizlar. Hayotning operatoriga kattaga rahmat, sog' bo'linglar. Akamiz terminatorda aka. Uxlamaydi, umuman uxlamaydi. Keling ko'rsatmaymiz. Umuman uxlamaydi. Sanasizlar. To'g'rimi? Ertalab to'yni nazariyada chiqaveradi. Hammalarga rahmat. Hammalarni ko'rganman, men qo'yaversamman.